Aslında bizim zamanımızda bir tal qo'ldash borda. Hozir endi bir qatta bir 10-20 bir qizni endi o'xshash kiyimiz bo'lmaydi. Yigitni shunday bo'lib ketibdi. Onun qato bu nimanda bir qarsam endi bundaq bo'lib ketishning pek hojatimi yo'qdi-ku. Anglashlar qaraganda o'lik isrof qilayotgan tamoq, isrof qilayotgan ichimlik, endi isrof qilayotgan mashina, endi hozir nurg'unlar uy setilib, 30-40 yil to'y qilgan uydek isil yasab, bizab kirib, bu nurg'un pul ketdi. Ham eg'rin ortiq qilib ala. Meningcha cho'qim mushu kiyimni qiz to'lishi mumkin yoki yigit to'laydi. Yigitning atrofdagilarga emas, mushuni bilan hozir bankadan qarz pul ilib turib kulgim kelib ketdi bu. Bankadan qarz pul to'y qilandi. Bu nima degan jafoliq bu? Abi xo'shal o'ynagan bilan bu to'yning ertasidan boshlab qarz to'layotgan. Bu xo'shallik davomlashgan bo'lganmiz mayli degina. To'yning ertasi qo'paqlar qarz to'layotgan. Endi bu yosh bolalarning ba'zi vaqtda o'ziga yetish bilan maqsadida bu qarzni to'lash majburiyat ota-onaga yuklanib qilib. Shuni to'yda bek xo'shal o'ynagandek qilgan bilan amaliyot xo'shal emas shu bu. Amaliyot xo'shal emas. Şöyle bir xil özgü artıq bisim qiladigan ishlar bek chiqib ketibdi. Meningcha bo'lsa, baxt shu to'y kundagi baxtni baxt demaymiz. Baxt degan shu to'y kundan keyingisini baxt deymiz. Baxtlik bulanmamda bu ikkisining bir umr qo'l tutishib yashashga bir safarda hosil bo'lgan narsa. Endi uni qo'papla cho'qqim o'ndalik ko'ranglab qilib kelsa, bu baxtlikning boshlanishi emasdi. İhtimal hem de benim davatqanim, bu benim köz qarışım. Hem de qılamsız, qılmamsız o özünüzün ixtiyarı. Lekin siz bek vədidən taşqara aşırı bitib, ətrafga muhitni bulğuyorsunuz bo'lmaydi. Muhitni buzuyorsunuz bo'lmaydi. Çünkü nurg'ulga yaşlar bəslişidi. O indi turatqalı dostlar. Atallar qarab turdi. Acab malamında to'y qitga. Deb benkin qizning atalları qopab siliq saladigan shu. Va ani qitdi haqlar. Benim kızım, ben bir kızımını bir başkalarda tuğmak dikemem mi? Ondaki momanda besleşiş. Şunun olan yigitlerge besim bop kaldıgan, yakın yigit nurgulagan şartlarını koysa, kız direkt biz özara besim. Bu yerde hakiki çin yürekten çıkıvatkan iş emas bu. Cemiyet kartı, endi turmuş ahvalı naçarlaqında oldu. Ataları, mesela bezelerinden ata-analar yo'qlar bo'lib qilishi mumkin. Tüyep ketken buluş mümkün, yakınımızda tul ayal, yakınımızda anısı tüyep gitip, dadsı yalğız qalğan, ki salametki yaxşamaz, qızat ahvalı, onda o'xshash bo'lmagan oiladagi ahvollar o'xshamaydi. Shuning bilan buning bisim bo'lib qoldi. Qaysi buning bir tal chiroyli yigiti yoki bir tal chiroyli qizi bor. Bunimi alqatta bir to'yni qilay desa, haliqi bo'lib ketib qolgan ishlar bilan bo'yliqqa Nimdeyimiz, hemmeyle iskvatımız bulmuş. Hemmeyle iskvatkan ise bunu dimavat kaldı yerimiz var. Bulmuş memnun nurgulluğa ittotlarda bu toylarını bizim şu Hoşurqarı, Abdullah, Abdurrahim, Hayri Güleser bizim şu toy mesletçay diyen bir ittotlarını oynadık. Aşağıda mı nurgulluğun hatta zaten biz aşırıp oynayamız o zaten halk meydanında top meydanını çağırıp bu mimarlı. Hatta leftinin tübüdür pulcuğu da kankılayıp birisini kaçırıp etmeyler. Aşırıp oynayamız. Lekin bu turmuştan çıkıvatkan nesler boğazga biz oynagan. Ama oynagan sıra yani köpeyip diken. Oynagan sıra köpeyip diken. Menimce bolsa balalarımızdan haqiqiy baxt üçün, özümüzden haqiqiy müşlarının baxtini tilash üçün bunçula bekmilik çınqılık içinin fakat acıt yok deb qarayman. Bolsa yaşlar bulup mu? Atallarını ayaylı. Endi sizni bir çoğun qilib, muşinchilik qata qo'shib, to'ylaringizni qilguncha yiningizda hamra bo'lganning o'zi bunadan cho'ng baxet, bunadan cho'ng boylik bo'lmaydi-ku. Şoňa çoğlarni xijil qilmayli. O'zaro qiz yigitlar texmi xijil qilmayli. Chunki ikkinlar mangu bir umr qo'l tutishib, xuddi bola chaqaloqlar ota-onangizga o'xshash ana qaraydiganga boshlash turmushni boshlayotgan emasmisiz? Shundan keyin bugungi dadangiz bilan opangizni kuni bizning aytimiz-ku. Bizmi shu kunni qolib qolmayli,
deganni o'ylagan asosda bo'lsa endi bakmi oshirib etmagan ahvol ostida qisaq bo'ladi, to'y emasmi? Bir odamning umrida bir qidim bo'ldigan. Lekin bu misol ortiqdan ortiq behudalikqa silib deb qilmaydi. Menimcha baxt bu emas. Menimcha baxt ikkinlarniki idisida, ikkinlarniki muhabbatida, shu ishlarga to'g'ri bo'lgan ko'z qarashda, anandan mangulik o'y tutganchada siz 30 yil, hatto 40 yil, 50 yil bo'lsa 60 yillarga borganda siz bu baxtning naqadar esligini shu vaqtda his qilasiz deb o'ylayman. Rahmat, Odilka, rahmat.快手，拥抱每一种生活。